Assalomu alaykum. Makiyaj darsimizga xush kelibsiz. Birinchi bo'lib har doim makiyaj qilishdan oldin yuzlarimizni yaxshilab tozalab olamiz va ko'zlarimiz qizarmasligi uchun mana shu videoda ko'rsatilgan eritini kaplidan tomizib olamiz. Makiyajimiz har doim yaxshi yotish uchun, tonalnilarimiz yaxshi yotish uchun har doim bazalardan va namlantiruvchi kremlardan foydalanib olamiz. Men videoda Shea Butter kremni foydalandim. Shea Butter kremidan so'ng qoshlarimizni обязательно gel bilan tepaga qaratib tarab olamiz. Ko'zimizga surilgan tenlarimiz yaxshi yotishi uchun va kun davomida tenlarimiz turib berishi uchun mat va konsilerdan foydalanish kerak. Mana shu videoda ko'rsatilgan konsiler va kesichka Manlepron kesichkasida men qoshlariga forma bergan holatda va ko'zlarimizni ustiga mana shu konsilerdan surib quritib chiqamiz. Ko'zimizni ustiga konsilerlarimizni surib bo'lganimizdan so'ng makiyajimizning muhim jarayonlaridan bir qismi bu ko'zimizni ustiga highlighter surish. Highlighter nimaga surish kerak? Chunki highlighter surmasak ko'zimizda surilgan tenlarimiz yaxshi yotmaydi, yaxshi yoyilmaydi. Rastushovka bo'lishi ozgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun har doim birinchi bo'lib konsilerdan keyin highlighterlarimizni surib olamiz. Mana ko'rsatilgandek highlighterdan so'ng mana shu Ludovik kistimizdan olib ko'zimiz ustiga highlighterlarimizni surib, uni ham yoyib chiqamiz. Endigi navbat ko'zimizni bo'yashdagi tenlarimizga Too Faced paletkasidan foydalandim. Ko'rib turganingizdek ochiq korичневый rangidan foydalandim. Birinchi rangimizni olib, yaxshilab butun qovoqlarimiz bo'ylab rastushovka qilib chiqamiz. Yaxshilab rastushovka qilib bo'lganimizdan so'ng ikkinchi rangimizga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek ikkinchi rangimizni ham olib, kistimizni formasi ham o'zgaradi albatta. Buni ham qovoqlarimiz bo'ylab yoyib chiqamiz. Endigi navbat uchinchi rangimizga. Uchinchi rangimizni ko'rib turganingizdek bizda yana ham to'qaradi va kistimizni ham formasi o'zgaradi. Videoda ko'rsatilgan tarzda kiprigimizni tugagan joydan boshlab qovog'imiz ko'tarilgan joygacha uchinchi rangimizni olib, yaxshilab uni ham rastushovka qilib chiqamiz. Keyin bo'lsa 775 Mistes qalamini olib, podvodka chizmasdan podvodka liniyasiga chizib, kiprik tugagan joydan boshlab tepaga qaratib qalam yordamida chizib chiqamiz. So'ngra temniy korичневый rang olib, kichkina kist yordamida chizib olgan qarindashimizni ustini tem bilan to'ldirib, tepaga ozginadan rastushovka qilib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek videoda tepaga qarab rastushovka qilingan. Ko'zda har doim glitterlarimiz va blesklarimiz yaxshi yotishi uchun NYX Clay'dan foydalanaman va makeup polyurtenimizni qora rangini olib va yana ustidan to'ldirib chiqamiz. Kichkina kist yordamida tepaga qaratib, podvodka liniya yaratib, formasini yaratib, tepaga qaratib rastushovka qilib chiqamiz va ko'zimizni ustiga blesklarimizni yopishtirib olamiz Clay'dan so'ng. Mana ko'rib turganingizdek endigi navbat yuzga tonalli. Men har doim 2 xil yoki 3 xil tonalnilarni aralashtirib don chiqaraman. Bu qizimizga ham 3 ta tonalnidan foydalandim. Ko'rib turganingizdek tonalni juda ham idealniy va yuzda rangiga juda ham mos kelgan ton bo'lib chiqdi. Tonalnini har doim bitta plotniy va bitta lёгкий bo'lgan tonalnini aralashtirib surilsa juda ham zo'r chiqadi. Undan keyin Flarmar pudrasini, resipchday pudrasini olib yuzga surib oldim. Undan keyin yuzga korreksiya berishda men bronzerlardan foydalanaman. Ko'rib turganingizdek qulog'imizni tepa qismidan boshlab mana ko'rib
turganingizdek quloq tepa qismidan boshlab pastga yo'naltiramiz. Ozgina juda ham pastga yo'naltirilmagan bo'lishi kerak. Yuzimizni suya qismidan tepaga suramiz. Va endigi navbat rumyanaga. Rumyanani ham bronzerdan sal tepaga qaratib suriladi. Eng idealni suriladigan rumyana texnikasi bu burnimizni oldi qismidan 2 barmoq yuqoriga surilgan rumyana eng idealni suriladigan rumyana turi surilish texnikasi hisoblanadi. Mana videoda ko'rsatib o'tganman. 2 barmog'imni qo'yib tepaga qaratib rumyana suramiz. Ko'rib turganingizdek yuzimizda shakl paydo bo'ldi. Yuz o'z shakliga ega bo'ldi. Highlighterga navbat. Highlighterni ham rumyanadan tepa qismiga surib olamiz. Ko'zni o'ti tagiga ham bo'lib ketmaslik kerak va rumyanani polni yopib olmagan holda bo'lishi kerak. Rumyana surilgani ham highlighter va kontring surilgani ham bilinib turishi kerak. Mana ko'rib turganingizdek highlighterlarimizni to'g'ri o'z texnikasi yordamida surib oldim. Va lablarimizni 765 kontur yordamida chizib olib, Golden Rose'ni 13 raqamli pomadasidan foydalandim. Bu 13 raqami juda ham hadavoy rang hisoblanadi. Ko'p qizlarimizga rangi tushib ketadigan rang bu. Lablarimizni ham bo'yab bo'lganimizdan so'ng kipriklarga o'tamiz. Men har doim mana shu rozovoy puchkovoy kipriklardan foydalanaman. Endi esa kiprik qo'yish texnikasini o'rgataman. Mana ko'rib turganingizdek birinchini yopishtirib oldim. Bu osnovamiz hisoblanadi. Kiprikni har doim ildiziga yopishtiriladi. Ko'zni ildiziga yopishtiramiz. Men ustidan yopishtiraman. Bir xilgi masterlar tagidan ham yopishtirishar ekan. Ustidan yopishtiraman men. O'sha kiprikni tugagan liniyasidan boshlab yopishtirib chiqamiz. Birin-ketin puchkovoy kipriklarimizni ildizi bo'ylab yopishtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek kipriklarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Kiprik qo'yish bu juda ham qiyin narsa emas. 1-2 marta yopishtirsanglar o'rganib ketasizlar. Kipriklarimizni qo'yib bo'lganimizdan so'ng makiyajning eng muhim qismlaridan biri bu ko'z tegini bo'yash. Ko'z tegini har doim bo'yash esdan chiqmaslik kerak. Bo'lmasa makiyaj tugallanmagan bo'lib qoladi. Mana ko'rib turganingizdek makiyajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Обязательно bu makiyajni takrorlab ko'ringlar.